Agarda siz Germaniyaga kelish orzusida bo'lsangiz, men sizga 4 ta real yo'lni o'rgataman. Birinchisi ishchi viza. Bu agarda siz kasb va diplomga ega bo'lsangiz va kamida B1 darajada nemis tilini bilsangiz, ishlash uchun kelishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi yo'l talaba Ausbildung. Ausbildung degani 3 yil davomida ham o'qib, ham ishlab, ham oylik olib kelib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun B1 darajadagi nemis tili kerak bo'ladi. Uchinchi yo'l oila birlashtirish. Agarda sizning turmush o'rtog'ingiz bu yerda ishlasa yoki yashash ruxsatnomasiga ega bo'lsa, siz bu yerga kelishingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchi yo'l bu talaba vizasi. Bu yerga istalgan oliy o'quv yurtiga o'qishga kelishingiz mumkin. Buning uchun kamida B1 daraja nemis tili kerak bo'ladi va super konto bu o'qish bo'lishingizga to'g'ri keladi. Bu minimal 13,000 euro bo'lishi mumkin. Qaysi yo'l sizga ma'qul? Kommentariyada yozib keting. Men sizlarga keyingi kontentimda bu yo'llar haqida to'liq ma'lumot berib o'taman.